Asfaltdan bu chiqib turibdi mana, qaynar asfaltdan. Bu yerga 70 ning zapravkasi. Bu yerga aylanib Aybek mo'kaga chiqadi. Xuma ko'cha deydi buni. Bu yoqdan aylanib ana yoqqa chiqadi. Xullas, eni 4,5 metr. Bu yerga 70 ning zapravkasi radarning tegi urgancha oldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 28-noyabr 2020 yili Makiston ko'chalar asfaltlanmoqda. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Videolarga like bosib, adres etinglar videolarga. Reklama xizmatlari bo'lsa, abitana nomerim bilan murojaat etaverasizlar. Ana asfaltlash jarayoni. Xudo xolasa to'g'ri Aybek mo'kaga chiqadi bu ko'cha. Tekis va ravon bo'ladi. Xullas, rohat ko'cha, ana yoqda bir ko'cha bor. Mana moylar sevilgan mana. Qap-qora bo'lib turibdi yo'l. Kamollar turibdi mana o'tib. Bu yoqdan ulaveradi ekan bu yoqqa. Xullas do'stlar, bu yoqda bir 150 metr, 200 metrda yeri bor. Shu yerdan asfaltlayacak. Xudo xolasa. Bu yerdan sentrga o'tib ketadigan yo'l. Bu yog'i 4 yo'l, Urganch 4 yo'l. Ana yog'i tog'xona, tog'xonadan kelib to'g'ri o'tib ketadigan ko'cha. Shu ham asfalt bo'tir. 6 metr bo'ladi do'stlar bu yerdan eni. Xudo xolasa bu ham tekis bo'ladi. So'ng ana yoqda bir ko'cha bor. Bu yoqda bir 300 metrda yeri asfalt bo'tir. Mana do'stlar, shu yo'l ham asfaltga tayim bo'lib turibdi. Bu yerdan asfaltlab ketadi xudo xolasa bugun. Mana bu yog'i Urganch yo'lga chiqadigan ko'cha. Open budjetda bu yo'llar o'tib olingan 2-mavsumida. Elning o'zgarchiligini ko'z tegmasin. Xudoyim yo'llarimiz tekis bo'laversin. Mana bu yog'i nega ketadi? Maktab yoqqa ketadi. Nega chin? Rohat ko'chami shunday bu. Bir 500 metrda yer ishlamoqdir bu yerdan. Kanalımıza like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hammangizning ishlaringizga omad.